Xotin menga qara, sen so'rayotgan narsani men qayerdan topaman, tushundingmi? Signalingga. To'xta, menimcha topdim. Xotin, ishonch, shularga kirib chiqqan mashina aynan shu. Katta monitori bor. Ayniqsa Tomaga maza qildim-da. Ikkalamiz yulduzlarni tomosha qilib yuramiz. Xotin, toqqa boring deb so'raverasan-ku. Bu mashina aynan offroad yo'llarga eng zo'r hisoblanar ekan. Qara, rejimlari ham juda ham ko'p ekan. Bu gelikmi bu? Ochilishi ham gelikka o'xshab ketar ekan. Bagajini qara, kattaligini, hamma yukimiz sig'adi. Uzunligi chakki emas. Ko'chada yursa, qanaqa katta mashina deyishlari aniq. Oldi boru maxluq bo'lib yotibdi. To'lovini o'ylanma. Avtoligada 50-60% bosh to'lovini qilsang, qolgan to'lovini boru 2 yil muddatgacha bo'lib foizsiz to'lasang bo'lar ekan. Yo'qda, menga ham yoqdi. Bugun kayfiyat zo'r. Tayyor bo'lib tur, kelyapman.